Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Keyingi navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugun Cook Murphy kitobining 4-edition Cook Murphy kitobining shu yangilangan Cook kitobining 45-unitini boshlaymiz, xudo xolasa. Bugungi darsimizda mana bu ko'rib turganlaringdek it said that, he is said to, he is supposed to degan grammatik iboralar, birikmalar bor. Bu unaqa ko'p ishlatilmaydi to'g'risi bu iboralar, lekin kelgan joyda biz to'g'ri tarjima qilib, to'g'ri tushunishimiz kerak. Asosan bu iboralar mana news reportlarda, ya'ni xabarlarda, yangiliklarda ko'rsalaring, mana BBC ko'rasizlar yoki CNN yoki Amerikani boshqa Angliyani boshqa xabarlar kanallarni ko'rsalaring, mana shu iboralardan ko'p foydalanishadi. Misol uchun it said that the bank has paid off all the debts of farmers. Misol uchun, ya'ni aytishlaricha, o'zbek tilida aytishlaricha deb tarjima qilsak zo'r bo'ladi. Aytishlaricha banklar fermerlarning qarzlarini to'lab yuborishibdi. Aytishlaricha shunaqa gaplar yuribdi, taxmin qilishlaricha, odamlarning gapicha degan tarjimalar bilan tuzilgan tarjimalar bor-da bu iboralarning. Lekin asosan shu aytdimki, news reportda, ya'ni ko'p uchramaydi bu holatlar, shu juda ham rasmiy holatlarda ishlatiladi. Mana bu bitta example'ga qarasak, mana bu odamga qarasalaring, uning yoshi 108 da ekan, shunda sizlar aniqini bilmasalaring, aytishlaricha uning yoshi 108 da ekan desalaring, it said that he is 108 years old deb aytsak bo'ladi. Biz birinchi anaqa variant. Aytishlaricha, it said that degan aytishlaricha deb tarjima qilinglar. U 108 yoshda emish. Yoki yana bitta varianti bor. Qaylar, endi bunda passive voice bo'lib sal murakkablashadi. Qaylar, he is said to be 108 years old deb aytsak bo'lar ekan. Birinchi he ni aytasizlar, chunki o'qib bo'ladi. He is said to be passive voice aylanibdi-da. To be 108 years old deb aytsa ham bo'ladi. Demak, ikkita varianti bor ekan. Va umumiy shu tarjimasi odamlarning aytishicha uning yoshi 108 yoshda. Aytishlaricha. Mana boyaga tarjima zo'r to'g'ri keldi va shunga o'xshagan fe'llar bor, qaranglar. Shu fe'llar bilan mana shu strukturada ishlatsa bo'ladi. Allege degani, allegedan taxmin qilmoq, taxmin qilish yoki bu ham shu qattiq ishonish, bir nimaga kimdir aybdorligida qattiq gumon qilish degan ma'nosi ham bor. Believe ishonmoq, consider shunaqa deb hisoblamoq, expect kutmoq bir nima bo'lishi, known bilmoq, reported hisobot bermoq, thought o'ylamoq, understood tushunmoq. Demak, mana shu fe'llar bilan tepadagi frazaga qo'ysa bo'lar ekan mana shu fe'llarni. Mana bitta misollarga qaraymiz, qaranglar. Ikkita variantimiz bor aytishda. Birinchi, Kathy loves running desa bo'ladi. Mana Kathy loves running. Kathy yugurishni yaxshi ko'radi. Demak, aytishlaricha u bir kunda 10 miles yuguradi. 1 mil 16 kilometr. 10 miles bo'lsa, shunda 16 kilometr bo'ladimi? It said that she runs 10 miles a day desa bo'ladi. Yoki she is said to run 10 miles a day desa bo'ladi. Bu hozirgi zamonda e'tibor beringlar hammasi. Ya'ni aytishlaricha, ikkalasini ham, ikki tomon ham tarjimasi aytishlaricha. The police are looking for a missing boy. Politsiya yo'qolgan bolani qidirishyapti. Police eslardan bu jamlovchi ot deb olamiz o'zbekchasi, bu yozilishi police bo'lganlar, bu ma'nosi ko'plikda. Chunki bitta politsiyada ko'p ofitserlar ishlaydi-ku. Endi aytishlaricha bola oq jemper va ko'k jinsi kiyib olgan. It is believed that the boy is wearing a white sweater and blue jeans desa bo'ladi. Yoki the boy is believed to be wearing a white sweater and blue jeans. Nimaga to be dan keyin wearing qo'ydik? Chunki bu yerda wearing turibdi mana. Mana is wearing bo'lgani uchun to be wearing ga aylantirsa bo'ladi. Ikkita variantlari bor har doim. Mana yana misollar bor. The strike started 3 weeks ago. Ya'ni strike anaqada ish tashlash. It's expected that the strike will end soon. Mana future'da aytilgani. Aytishlaricha yoki kutilyapti. Bu ish tashlash keyingi ish tashlash yaqinda tugashi kutilmoqda, expected chunki. Yoki the strike is expected to end soon deb aytsa ham bo'lar ekan. Ikkita variantimiz bor. Ingliz tilida aytaman, har doim juda boy til, shuning uchun variantlari ko'p. A friend of mine has been arrested. Mening do'stimni hibsga olishdi. It is alleged that he had a policeman. Gumon qilishlaricha u politsiya ofitserini urdi. Yoki mashinada urdi ham bo'lishi mumkin, chunki hit so'zida. Yoki he is alleged to have hit a policeman. Endi aytasizlar, teacher nimaga to'dan keyin have hit turibdi? Chunki o'tgan zamonda aytildi-da. O'tgan zamonda bo'lgani uchun to have hit bo'ladi. Mana to have hit ma'nosi o'tgan zamonda. Chunki mana bu yerda hit degan hit o'tgan zamonda aytilgan. Tushunlaring?
Shunga to have hit bo'ldi. The two houses belong to the same family. Ikkita uy ham bitta oilaga tegishli. Endi aytishlaricha it said that there is a secret tunnel between them. Ha. Aytishlaricha ikkita uyning o'rtasida secret anaqa sirli tunneli bor, yer osti yo'li bor. There is said to be a secret tunnel between them. Wow. There is bilan olinib. It is said emas. There is bilan olingan. Demak, there is bilan ham olsa bo'lar ekan, guys. Chunki mayda there is turibdi-da. Alright. Endi mana buni boya aytganimdek, bu reports, news report asosan shu xabarlarda-da, televizorlarda xabarlar ko'rasizlar, o'sha yerda ishlatiladigan til bu, o'sha yerda ishlatiladigan stil bu. Misol uchun, it is reported that two people were injured in the explosion. Hisobot berishlaricha, aytishlaricha ikkita odam o'sha portlashda jabr ko'rgan. yoki two people are reported to have been injured in the explosion. Yana boya gap teacher nimaga to have been turibdi? O'tgan zamonda. Mana chap tomonga qaraylik, were injured turibdi. Were injured. Bu ikkinchi strukturaga o'tsak, to have been injured ga aylanishi kerak. Guys, bu juda ham qiyin struktura bilaman. Ayniqsa misol uchun intermediate bo'lsalar qiyin to'g'risi bunaqa strukturani o'zlashtirish. Bunga vaqt ketadi, qayta-qayta eshitib, qayta-qayta o'rganib, o'qib tushunasizlar-da buni. Shuning uchun to'g'risi misol uchun hozir buni dahshat o'rganib ishlataman deb o'zlarini majburlamanglar, chunki xato qilib qo'yasizlar deb qo'rqaman-da. Buni faqat eshitganda tushuninglar, eng muhimi, chunki news report faqatgina shu xabarlarda keladi-da bu narsa. Boshqa joyda ko'rmaysizlar, essayda ishlatmaydi hech kim buni. Yoki speakingda ham uncha ishlatilmaydi. Ma'lum, bu grammar structure faqat eshitganda tushuninglar, eng muhimi, lekin juda ham kerak. Endi supposed to degan narsa bor, to supposed to. Bu ham shu mana said to ga sinonim bo'lishi mumkin ekan. Qarang, I want to see that film. Men u kinoni ko'rmoqchiman. It's supposed to be good. Ya'ni aytishlaricha u zo'r bo'lishi kerak u kino demoqchi-da bu gap bilan. It's supposed to be good. To be bilan aytildi. It's supposed to be good. Ya'ni aytishlaricha bu yaxshi bo'lishi kerak kino. Fireworks are supposed to have been invented in China. Aytishlaricha fireworks, ya'ni o'sha mushaklar mushak bo'ladimi o'zi? Mushakbozlik deydi-ku. Mushaklar o'sha firework, ya'ni salutlar Xitoyda o'ylab topilgan. Shu to'g'rimi deb ko'rdilarim? Aniq emas-da, nima dedi? 100% ishonch qolmas, shuning uchun aytishlaricha deb aytibdi. Shunda mana shu supposed dan foydalansa bo'ladi. Lekin men sizlarga aytaman, teacher sifatida supposed ni asosiy ma'nosi bu bir nima rejalashtirilgan, bir nima niyat qilingan, bir nima kutilyapti, o'sha narsa bo'lishi kerak. O'shani supposed ishlatsa. Mana shu narsa bo'lishi kerak, mana shu narsa kutilyapti, mana shu narsa rejalashtirilgan. Deymizda, ya'ni misolga qaraylik, misol bilan tushuniladi. The plan is supposed to be secret. Mana yangi reja secret bo'lishi kerak, bu sir bo'lishi kerak. Lekin hamma biladiganga o'xshaydi bu haqda. Demak, bir nima bo'lishi kerak, lekin aslida unaqa emas-da. Shunda supposed to ishlatsa bo'ladi. Mana, what are you doing at work? Sen ishdan nima qilyapsan? You're supposed to be on holiday. Sen dam olishda bo'lishing kerak-ku. Sen dam olishda bo'lishing kerak emasmi? Sen reja bo'yicha dam olishda bo'lishing kerak-ku. Sen nima qilyapsan bu yerda? Ko'rdilarim, demak supposed to real holatlar emas-da. Shunaqa bo'lishi kerak, lekin bunaqa bo'lmadi. O'shanda supposed to ishlatsa bo'ladi. Yoki Jane was supposed to phone me last night, but she didn't. Jane menga telefon qilish kerak edi, lekin qilmadi. Demak, rejalashtirib, niyat qilib, plan qilib qo'ydik, lekin qilmadi menga. Jane was supposed. Nimaga was supposed? Chunki o'tgan zamonda aytdim. Mana to be bilan qo'shsalaring was, will be ni o'zgartiraverasizlar. Faqat supposed qoladi. Atrofidagi mana was o'zgaradi zamoniga qarab. Okay? I'd better hurry. Men shoshilganim yaxshi, shoshilishim kerak. I'm supposed to be meeting Chris in 10 minutes. Men 10 minutdan keyin Chris bilan ko'rishishim kerak. Ko'rlarim rejalashtirilgan narsaga ham supposed to ishlatsa bo'ladi. O'sha aslida shunaqa bo'lishi kerak, lekin bo'lmayapti u narsa. Unga ham supposed to ishlatsa bo'ladi. Endi you are not supposed to desa kimdirsizlarga buni qilishing mumkin emas degani. You must not bor-ku o'sha bilan sinonim. You're not supposed to do. Qaranglar. You're not supposed to park your car here. Mashinangni bu yoqqa parking qilishing mumkin emas. It's private parking only. Faqat o'sha VIP, ya'ni xususiy o'sha shaxsiy mashinalar uchun. Bu hamma anaqa public parking emas, hamma emas. Bu odamlarning egasi, parkovkalarning egasi bor demoqchi. Jeff is much better after his illness. Jeff kasallikdan keyin o'zini ancha yaxshi his qilyapti, but he is still not supposed to do any heavy work. Lekin u hali ham qattiq mehnat qilishi kerak emas, ya'ni mumkin emas demoqchi. Alright. Tushundingmi? Xudo xolasa endi mashqlarga o'tamiz. Juda ham bir kichkina mavzu ekan, lekin juda ham kerakli mavzu bu, guys. Ayniqsa ingliz tili mana keyingi darajaga chiqqandan keyin levellari mana oshgan sari qiyinlashadi va shunaqangi bir noyob zo'r strukturlarni o'rganamiz, xudo xolasa. Okay. Endi bunga
O'sha manimcha hozir birinchi variantni berilgan, biz ikkinchi variantga qo'yib chiqamiz. It is expected that the strike will end soon. Aytishlaricha yoki kutilishicha o'sha ish tashlash yaqinda tugaydi. Ish tashlashning tugashi yaqinda ish tashlashlarning tugashi kutilmoqda. Endi uzr guys, chunki o'zbek tiliga tarjima qilsa bilasizlar, o'zbek tilida chalkashib ketaman-da. Chunki struktura har xilda grammar, shuning uchun masal boshqacha xato qo'yishim mumkin, boshqacha tarjima qilib qo'yishim mumkin. Buni the strike is expected to end soon. Ya'ni birinchi mana otini egasini bu gapni boshiga chiqarib yozsak bo'ladi. Men sizlarga ko'rsataman hozir. It is expected that the weather will be good tomorrow. Ob-havo ertaga yaxshi bo'lishi kutilmoqda. Endi the weather, endi buni teskari qilib aytamiz. T ga qo'yamiz. The weather is tepadagi fe'l expected is expected to be deb olamiz, chunki future'da turibdi. To be very good tomorrow. Double R bo'ladi. Katta qilamiz. Bo'ldi. Menimcha normalniy bo'ldi. Bundan ham katta qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Okay? Demaslar, mashq bajarganda birinchi ega mana it is believed that debki sizlar shuni birinchi egasini qo'yib, keyin believed aytasizlar. Mana it is believed that the thieves got in through a window in the roof. Shu narsa qattiq ishonilyapti. O'g'rilar uyga shu tom orqali kirgan debdi. Tomdagi oyna orqali kirgan. Endi the thieves mana egasi kuplida bo'lgani uchun is believed qayda? The thieves kuplida bo'lgani uchun mana qayda? Thieves kuplida turibdi. The thieves. Bu present simple deb boshlaymiz. Are believed deysizlar birinchi. To endi got mana qayda? O'tgan zamonda turibdi. Got in yana uyga kirishda got degan joyini endi sizlar got degan joyini have bilan ishga, chunki o'tgan zamonda to have got in through a window in the roof deb aytasizlar endi. Roof deb qo'yibdi-ku. To'g'rilaymiz. Qani? Hop, zo'r chiqdi. Dahshat qiyin struktura guys. The thieves qaylar? Thieves ko'plida bo'lgani uchun biz uni are bilan boshladik. Keyin gapimiz o'tgan zamonda bo'lgani uchun have got in deb qo'ydik. Ay, joylashtirmayapman mana. Bo'ldi. Xo'p, to'rga qaraymiz. It is reported that many people are homeless after the floods. Ya'ni shu suv toshqinidan keyin aytishlaricha, xabar berishlaricha, ko'p odamlar uysiz qoldi. Are homeless mana. Mana hozir present simple deb berilgan. Shunda many people are reported to be homeless after the floods. Nimaga endi bu yerda shunchaki to be homeless o'zini oldik? Chunki tepaga qaylar are turibdi. Shu are men oddiygina to be ga aylantirib qo'ydim bo'ldi. Guys, mana chap tomondagi it's expected, it's believed, it's reported degan joy present simple da turaveradi. Undan keyingi thatdan keyingi gap zamoniga qarab o'zgaradi-da. Shunga e'tibor beringlar. 5. It is thought that the prisoner escaped by climbing over a wall. Endi qaylar? Mana chapga qaylar? Chap qismi present simple it's thought o'ylashlaricha, thatdan keyingisi o'tgan zamonda. Ya'ni o'ylashlaricha o'sha hibsdagi qamoqdagi odam devorda oshib tushib qochib ketgan deb anaqa qamoqda. Endi shuni biz birinchi thoughtni o'zini qo'yamiz. The prisoner is thought, tepadagi gapni o'zini aytamiz. Is thought. Endi to qayerib escape o'tgan zamonda bo'lgancha is to have escaped by climbing over a wall deymiz. Mana o'tgan zamon bo'lgancha to have. Endi to have degandan keyin mana fe'lda uchinchi ko'rishni qo'yamiz endi guys. Oddiy mana tepadagi gapda faqat past simple berilgan bo'lsa, biz buni pastdagi mana the present mana bu structurega qo'ysalaring is thought to have dan keyin present perfect to have dan keyin fe'lni uchinchi ko'rishni qo'yish kerak guys. Mana shunaqa mayda qoidalari bor-da. Bilaman, qiyin. Boshida juda qiyin bo'ladi. Omaga deb grammatikasi juda ham anadan murakkablashtirib olgan, lekin xudo xolasa qayta o'rganib, ko'rib bu narsalarni hammasini o'zlashtirib olasizlar. Alleged nima edi? Gumon qilishcha. It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour. Shu gumon qilinishicha o'sha odam soatiga 110 mil haydagan edi. Was driving, past simple da olingan. The man
tepadagi alleged'dan o'zini qo'yamiz. The man is alleged. Boya aytganimdek, it is alleged, it is thought, it is believed. Har doim o'zini olamiz present simple'da. Thatdan keyin zamoniga qarab o'zgartiramiz. The man is alleged to qayli o'tgan zamoni was driving, to have been driving deb olasizlar endi. At bu yog'i o'sha 110 miles an hour deysizlar, nuqta qo'yasizlar bo'ldi. Qanday bo'ldi? Bu yana ham murakkablashdi. Nimaga? Chunki was driving ni biz o'tgan zamonga present perfect continuous qilib to have been driving bo'ladi. Menimcha buni hammasini qilib berishim kerak sizlarga. Sorry guys. Telegram yonib qolib ketdi. Okay, 7. It is reported that the building has been badly damaged by the fire. Bu qaranglar, bu present perfect deb berilgan. Hisobot berishlaricha bino o'sha yong'indan keyin juda yomon zarar ko'rgan. Endi biz shuni ikkinchisiga aylantiramiz. Qaranglar, the building is reported to. Buni o'zgartirmaymiz guys. Bu present perfect berilgansa to have, bu ham shu bo'ladi-da, to have been badly damaged by the fire. Demak guys, agar gapimiz mana shu qismi present perfect deb berilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib to have been badly damaged deb aytaveramiz. Bu ikkalasi to'g'ri keladi birga. Mana shunday bo'ladi. 8. It is said that the company is losing a lot of money. Bu present continuous deb berilgan. Aytishlaricha, kompaniya juda ko'p pul yo'qotyapti. Endi qarang, the company is said to is losing, endi to be losing a lot of money deysizlar. Qaysidir ma'nodan reported speech degan narsa bor-ku, ko'chirma gap. O'shanga ham o'xshab ketadi. E'tibor beringlar, mana bu losinglariga qayli ing deb berilgancha biz ham to be losing deb aytamiz. B. It is believed that the company lost a lot of money last year. Bu yerda o'tgan zamonda berilgan. Aytilishicha, kompaniya o'tgan yil juda ko'p pul yo'qotdi. Endi buni the company yana o'sha is believed, bu qism o'zgarmaydi, is believed. Endi biz pastda aytamiz to have lost a lot of money last year deymiz. Chunki o'tgan zamonda aytdik. Oxirgisi, it is expected that the company will make a loss this year. Kutilishicha, kompaniya bu yil pul yo'qotadi. Kelasi zamonda the company, mana qismi hali o'shanda o'zgartirmaymiz. To kelasi zamondami? To lose nima degan? To make a loss mi? To make a loss ekan. Bo'ldi, fe'limiz bor ekan. The company is expected to, bu yerda oddiy to make a loss this year deb qo'yamiz, bo'ldi. Will make da biz to make qilib oldik. Chunki kelasi zamonda berilgan. Okay, buni qilib oldik. Endi 45:2 da nima ekan? A lot of rumors about Ella. Mana Ella haqida ko'p mish-mishlar bo'lyapti. Va shu narsalarni qo'yib aytishimiz kerak. Demak, aytishlaricha Alan 10 ta tilda gapirar ekan deymiz. Mana Alan is supposed to speak 10 languages. Demak biz supposed bilan olamiz buni. Mana yozib qo'ydik. Supposed bilan aytamiz. Chunki supposed ning ma'nosi bitta ma'nosi aytdik-ku, aytishlaricha shunaqa bo'lishi kerak. Lekin asosiy ma'nosi emas. Mana pastida o'sha asosiy ma'nosiga e'tibor beramiz. Shunda speak qildik, endi rich aytamiz. He is supposed to be very rich. Mana tepadagi mish-mishni aytyapmiz. Mana. Okay, he's supposed to be very rich. 2ga qarang, he knows a lot of famous people. 3ga. He is supposed to deymizda. Mana to know a lot of famous people. Mana but he knows bisa biz he's supposed to know a lot of famous people deb o'zgartirishimiz kerak ekan. Okay, guys, tur bilan bu mavzuni hammasini o'zim qilib beraman deymanda. Turga qaraymiz. He has 12 children. He is supposed to have 12 children. Bo'ldi. 12 ta bolasi bor dedim. Qanaqa bu? Oxirgisi, he was an actor when he was younger. Yoshligida aktyor bo'lgan. Endi qayerda? O'tgan zamonda berilganda, o'tgan zamon bo'lgan uchun qayerda? He is supposed to qo'yamiz. Endi o'tgan zamon bo'lgan uchun have been deymiz endi. Was-the man have been ga aylantirdim. He is supposed to have been an actor when he was younger bo'ladi bu.
Ko'rdlaring, bu endi vashcha keyingi darajada-ku. Was'da biz to have been an actor deb aylantirdik. Wow. Xo'p, 45-3 supposed to be bilan men bilani qo'yamiz. How is that everybody seems to know about the plan? It's supposed to be secret. Mana asosiy ma'nosi. Supposed to ma'nosi shunday bo'lish kerak edi-ku. Nimaga unaqa emas? Biz buni reja qilgan edik-ku. Biz shunga kelishgan edik-ku. Nimaga bunaqa bo'lmayapti? Demoqchi. You shouldn't criticize me all the time. Sen meni har doim kritika qilmasliging kerak. You supposed to be secret. Sen meni do'stim bo'lishing kerak deymiz. You are supposed to be my friend deymiz. Sen muncha meni kritika qilasan. Sen meni do'stim bo'lishing kerak-ku. Meni kritika qilma demoqchi-da. 3. I shouldn't be eating this cake really. Men bu tortni yemasligim kerak. Men diyetadaman-ku, men dietada bo'lishim kerak. I am supposed to be on a diet. Men dietada bo'lishim kerak. Men yemasligim kerak. 4. I'm sorry for what I said. Nima deganim, o'sha aytgan gapim uchun uzr. I was trying to be funny. Men prosta kuldirmoqchi edim seni. Joke deymizmi endi? It bo'lgani qara. It o'tgan zamonda-da bu lekin. It was supposed to be a joke. Mana bu chunki was dedi qara, o'tgan zamonda berilganda, shuning uchun it was supposed to be a joke bo'ladi. Bu hozir bo'lish kerak edi aslida. 5. What's this drawing? Mana nima chizilgan narsa? Is it a tree, daraxtmi? Or maybe yoki bu gulmi? Or maybe it is supposed to be a flower deysizlar. Bu gul bo'lish kerak. Bo'ldi. Oxirgisiga working bo'ladimi shunda? You shouldn't be reading the paper now. Sen gazeta o'qimasliging kerak, sen ishlashing kerak-ku. Nimaga ishlamayapsan? You are supposed to be reading, you're supposed to be working bo'ladi bunisi. Sen ishlashing kerak-ku, sen nimaga ishlamayapsan? Nimaga gazeta o'qiyapsan demoqchi. Oh my god, sorry, uzr. Sorry guys, birdaniga kelib qoldi. Endi biz you're not supposed to agar negativ gap yozsak, sen buni qilmasliging kerak, qilishing mumkin emas deb aytamiz. You're supposed to do biz sen shuni qilishing kerak, you're not supposed to do biz qilmasliging kerak deymiz. Tepadagi so'zlar bor. You're not supposed to park here. Albatta parkovka qilmasliging kerak. 2. But we rarely do anything before 8:30. Biz ishimizni 8:15 da boshlashimiz kerak. We are supposed to start work at 8:15, but we rarely do anything before 8:30. Biz ishimizni 8:15 da boshlashimiz kerak reja bo'yicha, lekin biz 8:30 gacha hech nima qilmaymiz demoqchi. 3. Men kecha telefon qilishim kerak Helenga, lekin esdan chiqib ketdi-ku. O'tgan zamon bo'lgancha I was supposed to call phone, mana tepadagi so'zni qo'ysak, phone Helen last night, but I completely forgot. Kecha men Helenga telefon qilishim kerak edi, lekin butunlay esdan chiqib ketdi-ku. Keyingisi, this door is a fire exit. Bu eshik faqat yong'in holatlari uchun. Uni ochmasliging kerak, blok qilmasliging kerak. Uni sen to'sqinlik qilmasliging kerak. Shunda biz endi inkorni aytamiz. You are not supposed to block it bo'ladi. Chunki bu yong'in eshigi, yong'in payti ishlatiladigan eshik, uni blok qilmasang, uni to'sib qo'ymasliging kerak. You're not supposed to block it. Oxirgisi my flight, mana samolyotim 11:30 uchib ketish kerak, lekin u 1 soat kechikdi. My flight o'tgan zamonda was supposed to depart bo'ladi. Depart degani samolyot uchib ketishi. At 11:30, but it was an hour late. Lekin 1 soat kechikdi. Xo'p, hamma mashqlarni qilib berdim sizlarga, chunki bu qiyin unitligini bilaman. Tushundilaring degan umiddaman. Qayta ko'ringlar yana, xudo xolasa keyingi unitgacha sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi unitda men sizlarga nima deydi, uchun ochib qo'yay. Keyingi unitda biz xudo xolasa qaysi nimani ko'ramiz? Sorry guys.
Keyingi unitda biz have something done, ya'ni birovga bir ishni qildirmoq degan grammatik frazani ko'ramiz. Hozircha shu. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishamiz. Ko'rishguncha.